Hech kim haqiqatni tan olmasa, aybini bo'yniga olmasa, tanqid yoqtirmasa, hammaga yoqadi-yu. Insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? Bir xil ota-onasini qabrini bilmas ekan. Ota-onasi bo'lar ekan, ota-ona janozasi bo'lmas ekan, Xudo padaqasi ham bo'lmas ekan, qabrini ham bilmas ekan. Tilovat qilishni ham bilmas ekan. Doda yoshingiz nechida? 78 da. Inson 78 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Nimasan bu? Yaxshi emas, yomon o'rta hol. Men o'zimga bundaman deyolmayman, yomonman deyolmayman. Yaxshiman deyapman. Bir umr o'zim gunohga hisoblayman. Chunki dunyoga kelgandagi hamma adashadi, ya'ni hamma gunoh qiladi, ayb qiladi. Hamma dunyoga fikrlashi o'zgacha. Men hech kim bilan aybim yo'q deyishga men ishonmayman. Qanday tabiat qonuni? Qanday dunyoga kelib adashmaydi? Hamma kamchilik nuqson bo'ladi, bo'lmaska iloji yo'q, tabiat qonuni. Hamma bo'ysunishga, Alloh qonun qoidalariga bo'ysunishga majbur bizda. Gunohga qul bandalar deb hisoblashga majbur bizda. Boshqa chorasi yo'q. Aybimiz bo'ynimizga olamiz. Hech kim haqiqatni tan olmasa, aybini bo'yniga olmasa, hali tanqid yoqtirmasa, hammaga yoqadi-yu. Birinchidan. Ikkinchidan, hali bizning rahbariyatimizga, Shavkat aka Mirziyevga Xo'las deyilgan o'ta rahbariyat o'zimiz samimiy chin dildan musulmonchilik tomonidan o'zbek xalqi islomiyat tomonidan hammalarga boshimni egib ta'zim qilaman. Boshqa men bir umr minnatdorchilik bildiraman. Tashakkur bildiraman. Faxrlanaman. Manbalarga qaraganda dinlarning ichida eng zo'ri islom dini ekan, birinchidan. Dinlarning karvon vositasi ekan. Ishonma, agar biror so'rab bilib olasiz, ishonmasangiz. Mana xalqlarning ichida eng zo'ri o'zbek xalqi ekan. O'zbek xalqidagi, o'zbek millatidagi, o'zbek tilidagi xalq boshqa bo'lmagan ekan. Bitta begona ekan. Keyin eng mehmondo'st xalq o'zbek xalqi bo'lar ekan. Eng mehmondo'st, qo'lochi, saxiy, saxovatli, serfarzandli, kerak bo'lsa butun turma xalqlarni boqqan. Bunday keyin ham boqadi, o'yidan joy bergan. Inesi o'zbek xalqi kerak bo'lsa dang'illab uylar quradi, uchastkalar quradi, dang'illab boshinalar meni, dang'illab to'ylar qiladi. Boshqa millat qila olmaydi bunga. Bunga aminman, 100% ishonman. Hayotda ko'ryapman. Insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? Bizning payizda katta kishi hurmatni ham diqqat bo'ladi. Qo'li ko'ksi. Erkak tanishlar emas, deymi? Inesi ayollar ko'chaga chiqmas edi. Erkaklar ko'chaga chiqardi. Inesi ayollar hech qanaqa lavozim mansabda ishlamagan. Erkaklar boshqaradi. Inesi ham maktabga borib beradi, o'qituvchilarga aytadi. Go'sht saniki, suyagi meniki deyardi. Tadbirkor haqiqiy tadbir o'zi ishlab chiqargan sotadi. Bir xil soxta tadbirkor. Bozordan oladi, o'tda olib kelib, yo'qda olib keladi. Biriga 10 qo'sh, 10 ga 100 qo'shadi va tadbirkorman deydi. Hozir endi mehr-oqibat 80% yo'qolgan. Hozir hech kim ota-onalar bolasini tanimaydi, bolalar ota-onasini tanimaydi. Ota-onalar aka-ukalar bir-biriga qarshi, opa-singillar bir-biriga qarshi, ham joy uchun, ya'ni qanaqadir mol talash, meros talash, birini o'ldirib o'tgan hollari bo'lyapti hozir. Tanimigan hollari bo'lyapti. Bir xil ota-onasini qabrini bilmas ekan. Ota-onasi bo'lar ekan, ota-ona janozasi bo'lmas ekan, Xudo padaqasi ham bo'lmas ekan, janozasi bo'lmas ekan, qabrini ham bilmas ekan. Tilovat qilishni ham bilmas ekan. Namoz o'qishni ham bilmas ekan. Qanaqa erkak ota-onasi bo'lsa-da bilmas, janozasi bo'lmas, padaqasi bilmas, tilovat o'qishni bilmas, namozga chiqishni bilmas, namoz o'qishni bilmas. Qanday tushunish mumkin bilmayman. To'g'rimi? Qanday tushunishni bilmayman. Bu kelajak, bunaqa kelajak qaqqarib ketyapti. Bizning kelajak zurriyatimiz nima bo'ladi kelajakda? Bizning o'zbek xalqimiz yuziga axlat ag'dargan deb qo'yapti. Bir faqat suv quygan deb qo'yapti. Bizning hurmat, obro', e'tibor, nufuzimiz qaqib ketyapti. Buni kim o'ylash kerak? Kim gapirish kerak? Kim jon ko'ydirish kerak? Alisher Navoiy bor, elim, yurtim, vatanim, xalqim deb yashab yashagan. Mana endi Alisher Navoiyni Angliyada, Fransiyada, chet davlatlar Alisher Navoiyni haykalini qurib o'tganmish. Shunda nomi yashab qo'ydi. Bizda bir xil qisqa umr ko'radi, o'zida katta tarix qoldirib ketadi. Bir xil uzoq umr ko'rib hech nima qoldirmaydi. Kalta umr ko'rib katta tarix qoldiradi. Bir xil shashoram qoldirmayapti bir xil. Hech nima qoldirmayapti demoqchiman. Yeah. You tell him. Trio, ready? We get picture. Picture. Rasm. In the photo? Picture'imiz. Together. 3 of us. Okay. O'zbek xalqimiz qo'lochi, dilochi, mehr-oqibatli bo'lib, bir-birini qadriga yetadigan, bir-birini hurmat qiladigan, bir-birini avvaliga, bir-birini faxrlanadigan bo'lishni xohlayman. Shu jannat xalqimiz, o'zbek xalqi. Men o'zim aytayotganim, shu kelgan bizlarni ko'rib, jannat eshigi ochilib, keling kutib oladigan bo'lsin deyman. Jannatda joy-joylardan joy berishni xohlayman. Arkivatda ishon yapib, bu dozorga kirishga deyish xohlamayman. Toza bo'lib toza ketish xohlayman. Jannat eshigi bilan kutib oling, xuddi mehmon kutib olganda o'y to'rga kutib oladigan o'y to'rida joy beradigan bo'lishni xohlayman. Jannat tarixda Alisher Navoiydek, allomalarimizdek, payg'ambarlarimizdek nomimiz abad yashab qolishni xohlayman. Doston bo'lishni xohlayman. Nomni esdan chiqib ketmasligini xohlamayman.
Sizmi? Shuni qarang. Hammani o'zim menmi? Butun o'zbek xalqini suvda toza bo'lsin, suvda olib qo'yamiz. Ha, qanaqa insonlar hayotda baxtsiz bo'ladi deb Shu o'ylaysiz? odamlar yashayotgan nafratlanib ketaman. Kimda har xil odamlar borligidan. Har xil odamlar borligidan nafratlanaman. Ota-onam deydi yana bu. Ota-onam deymaydi yana bu. Ota-onam ular narsasiga zo'r emas. Ota o'sha o'g'il qizimni ko'rsam deydi. Даже o'yga ikkita ota-ona ko'rgan ikkita nolamga bora olmaydi bir xil. Xotin bo'lsa, xotiniga yetganda qiladi, otasi yetganda qilmaydi. Otasining xotinning oldiga, bolalarning oldiga qon chiqaradi. Otasining oldiga qon chiqara olmaydi.